Assalomu alaykum. Qurilish sohasini qiziquvchilari, mana Xudo xohlasa keyingi etajimizni monolitni karkas jarayonida ketyapmiz. O'sha ikkinchi sloyini ham bolalar to'qib bo'lishi deydi. Bu yerni zinaga qoldirganmiz. Periklitadan keyin zinani qo'yib yuboramiz. Bu yog'imiz bo'lsa lift. Xudo xohlasa chiroyli ketyapti hammasi. Ustalarimiz baraka topsin. Kamchiliklar bo'lsa ko'rib baho berasizlar. Mana ko'rishingiz mumkin. 2,5 santimetrli fiskator qo'yilgan. Armatura qo'ymaymiz, fiskator bilan hamma joyini birdek qilib ko'tarib chiqamiz. Keniskidan hozir 2,5 santimetr ko'tarilib turibdi. Ikkala karkasni bir-biridan ajratish uchun zabraska element tayyorlab ko'taramiz. Karkasimizni tak рабочий holati shunda 15 bo'ladi. 2,5 santimetr teyida 2,5 santimetr tepasida zazor qoladi betondan keyin.